O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kunlik va haftalik ob-havolarni bizning kanaldan bilishingiz mumkin. Like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonning barcha viloyatida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Diqqat qiling, O'zgidromet markazi 12-iyul kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, respublika hududining katta qismi havo asosan kam bulutli bo'ladi. Momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir faqat ayrim tog'li hududlarda, 12-iyul kuni esa Farg'ona vohasida ba'zi joylarda kuzatilishi mumkin. Kunduzi havo 37 darajagacha, shimolda, janubda va cho'l hududlarida 40 darajagacha isiydi. Kechasi va erta tongda havo harorati 22-27 daraja atrofi bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 11-12 iyul kunlari ba'zi joylarda 13-18 metr/sekund tezlikgacha kuchayishi mumkin. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatining tog' oldi va tog'li hududlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi. Harorat kunduzi 38-40 darajagacha, kechasi esa 23-25 daraja bo'ladi.